Boshim kerak. Shunaqa chiroyli olib kelgan. Shunaqa zo'rlar qilib kelgan. 100 bilan borish kerak. Ikkita narsa olaman. Telefon. Ikkita narsa olaman-da. Bolangizni olsangiz-chi. Bozorda-da o'zi bolasi bilan tushib aylanib ko'rib olsin, kiydirib. O'ziga olmaydi. Ay, olang, olsangiz-chi. Oling, opa. Ketmayaqqa ket. Lekin kichkina oliga ana baqlajonning rangi emas, sarora ranglardi. Yo'lkali ikki dunyo. Unga loyig'i yo'q ekan. Kichkinasin tutgan biraz ko'piydi. Kichkinaga olmasa o'shanga olish kerak. Kichkinaga bitta yetadi kurtka. Yo'q, o'sha unga bor ekanda, chiroyligini oldim. O'zi man kiyganmani chiqardi ekan. Rangi. Oranji. Muhammad Rizoni kiyimini kiymayapti ekan kichkinasi. Bu polniy Hey, yorug'lik. to'g'ol. Berganda ham Kimdir olsin. rosa kiyib bergan aytgan. Menga Sizdab kiyganmi? polniy yorug'lik. Uyingiz bitsin, saytiroqaga kelaman. Dahshat kiyim keching. Ayni paket sizlar bor ekan. Sizga paket. Voy, aqlcha shunaqa kecha Qaysi ekan? Qaysi ekan? Hammangizlarga bering. Berib yuboring. Sen beruvding o'zingda. Natija nimalar? Bo'lganda o'shalarni berib yubor. Natija yangi olib berdim. Keyin men o'nta berdim. Yani meni kılavuz kılım açıldınız çıkardı gördünüz mü? Birini gapiradi, bolasi yeganni yegan gapirmaydi. Ay endi aytding-ku, shuncha hajat Ali, kechi berishganimga Bittasi olmagan, men 15 ta olib kelsam qo'ymadim. Oy, Mana. ket. Oy, tahorat qiladi bu hozir. Yarim. Oy, Mana qilib iltimos, chaqmoqchi. Ay, yuzlarini yuvadi. Oy, Kechirasiz, bilmay qoldim. olsangiz bo'lar edi. Yashirib urayman shuni. Ay, yeb ko'rasiz nasib. Keling ana choy o'yza quygan keling. Bu yilgi ikriz. Voy bu yil o'tgan yil kira olmagan. Yo bu ya bu bundan yaxshi. Menga shu yil yoqdi. Shuni yil anaqa. Bor tog'angga borgin, bor dodangga bor, dodangga borgin. Nedirki stolga yaqinlashtirmayapman-da, chiqmayapti. Yana yo'q. Bor dodoga bor. Dodo. To'plaman, ketarda pichoq qilsam tegim deydi. To'plaman, tegimga kelsa. Boch, git. Qonunga kirib kirarganim. Ikkita suvmi? Hadi mamdan stolga qo'y. Naktadı. Kiretle sonra suyu bırak. Bir zaman değil mi? Shu yerda tortadi. Oylab turmasin. Bunu bak. Qilsa yomon.
qo'ymaydi. Oyijon bilan Adajon uxlab qolsa pult bilan borib soladi boshiga. Turg'izmoqchi bo'ladi. Voy opa. Opa. Yashil urib tashlang mana shu kichkinangizni. Sizga ketyapti Dodoga. Nima? Dodoga bor, Dodoga bor. Kedishingizni kutib turibdi. Bugun barhama o'rtamizda to'y Voy nima qilyapsiz? Mahmuda, iltimos qaloq beryapti menga. Xalaqit berma, Ali. Yashil urib tashlang mana shuni. Voy. Kelma. Xalaqit berma. Voy qilaysan sen yigit. Ana 30 ming beruvdi menga. Bu jonsiz. Ana oyijon sizga olib kel. Shapkasini. Amaki yaxshimisiz? Tezorni yaxshi. Siz emsiz? Sanlar yaxshi. Ishini yop, terlab turibdi. Muzga ekan. Bolaga berib. Bolaga. Ay. Nima qilyapsan? Uni kallani ishlashini qarang, bakal oldi. Bakal oldi. Qanaqa urdi? Bakal oldi. Voy sochim. Ali. Yaxshimisiz? Yaxshi amaki. Obem aka. Uzating. Obem aka. Umraga ketishgan. Yashil urib tashlang mana shuni. Mana chaqaloqni. Madinadan bugun ketishgan anaqa. Uni avtobuschi bo'lib qolgan. Makkaga. Yo'q, bolalarga bermaymiz. Siz rohat eting. Yaxshi o'tdi-da. Nima bo'ldi Ro'shan? Atalar Shahlofi? Bo'ldi, ajrashib ketdi. Ro'shanchi. Hamma yoqda xotinni bo'ldi. Hali kreditidan qutulib olgani yo'q hali. Oyimga gapiraveradi, xuddi oyim. Bittasi yetkazadi. Va jahlim chiqadi-da keyin. Nasib deyapti, qanday yo'lda? Oy anaqasini ko'rib, javohir Bolgariyaga borib, choy ishlab keldilar. Mayli pul ishlab keldi. Endigi safar 6 oyga ketadi yaqinda. Ishlagan. Shohruh qalay? Otday. Otday. Qizim yaxshi bo'lsa. Yaxshi. Kim ketadi? Zorma qilyapsiz? Hammani o'g'li shunaqa bo'lsin, biroq shunaqa bo'lsin. Sizlar? Haligi. Haligi. Ana bunda ishlagansan, nima Ko'p bo'libdi? sizni kim tanigan bo'lsa. Ro'mozdan ko'ra, loydan ko'ra ushlab qolsa. O'g'lim ham dorilarni olib beradi. Shunaqa qilaylik, sizlar. Ana ishchilar bor, saq o'rgatki. Shunday fishlar. Nima qilish kerakmi, narsa yo'q. O'sha zo'r bo'ladi ekan. Ne, ana loydan 1000 marta yaxshi. Odamlar shunaqa qilyapti. Sen bilasan-ku, ana eshaklar bor. O'rgatib tursang bo'ldi. Yani devor bitta odam aka kelib aytmasdi, tumba ko'tarib qo'ydi. "Voy, devorni yopinglarmi?" 10 marta aytib ketsam ham tumba ko'tarib qo'ydi. Qayerga? Ana aytgan, "Yo, yopinglarmi?" Men yana yopib tashlamoqchiman, lekin olmaydi. Eshik bo'ldi. Yo, nima maqsad qildi? Tumbani baqib qolib, yog'iga keyin uramiz degan. Lekin aytdi. Jinni emas.
Bugün etki Duramıydı. ha gene o'zi hayvonni hayvonlar ko'p tutunga ko'tarib keyin u ishlatib ha keyin yopsa bo'ladi. Ha, Murat. Ya lekin ular falanka o'shirishlarga ishlataveramiz deydi. Bundaga butun o'shirishda o'sha ular Yo'q, yo'q, ko'p. Azob. Bunga esa maroqat o'yga bu yaxshi ovqat qilib bering. ya eng kaloriyali ovqat tuxum. Odam yoring. Oturib kola ichib, va Bu ancha hunarli. Bo'lgandan berishi bor. Tug'ilib yemaydi. To'kiladi qo'y. Ber, menga ber. talashyapti. Bu ahmoq ekan u. Tashlab Ada. Ombo. Ombo. Qanaqa prisusi. Shuncha yerdadamanmi endi? Kalashlar o'shandan turamiz. Nalada. Son bilan, anday qildim. Yo'q. Lekin zo'rlab ketgan. Hozir hamma yoq taqdir yopilganda o'sha yerga sochi quyilgan joyning bir bo'chkasi soch mana shu kontaktli joyga yetsa o'sha yerda apavkada bundoq oqlikni ham qursamizda quyib buni to'ldiramiz keyingisi tez o'tadi. Yo'q, uyda yilchigilar qilyapti. O'sha shunday ham loyihalar. anaga olib tashlashda yerda tislashgan tugida ham qoldiradi. O'sha iloji Nima qilmoqchilar? Mayda toshmi? o'shalar zo'r bo'lar ekan. Yana bu. Yo'q, ana ya u ko'pik boshqa narsa ekan. Ya, unaqa ham qilmayapti. Bu islom biladigan narsa shuni quyib mana shu tishiga qo'yib kirib ketadi. Yigirma to'rtinchi yoshga kelgan bo'lsa yil ko'pirtirib beradi. Yil ishirib beradi. Necha yil narsani 2 yil beradi. Bizda ish qo'ymasin bu. Voy sochim. Bu ham rosa ichyapti-da ko'la. Mana urgan qoldi. Hoyjon, atrofimda qoldi. O'zlarim ichida bo'ldilar. O'zlarim Baribir olib kelyapti. Qattiq olib kelyapti. Amaki, mana aytaman ojonga 40 yil urush bo'lsa ham ajali kelgan o'ladi. Ikkita ham o'laman, ikkita ham o'laman deb ichveraman. Aliyam yaxshi ko'radi. To'qqizta bo'ladi. To'qqizta yosh bola olganda keyin katta bo'lib qirg'inbarotga tashaverganda umuman o'lmaydi. Mana qo'jon salqin qo'lni 40 yil urush kelsa ham ajali lekinchi sezdim shu narsani. Ichgandan keyin teriga ta'sir qilar ekan. Kola shirinligi bor-ku, shuni teriga ta'sir qilar ekan.
Ben hem taşıyman deyman, baribir shu tasholmayapman. Bitta gap aytaymi? Umuman qo'l olib cholning odam turishi yo'q bo'lganda. Yo'q. Ijobiy. Bak. Hamma hozir shunday odam Ojon yo'qdan olib kelmadi-da. Tasholmayapman.